Assalomu alaykum. Jahonda ro'y bergan eng oxirgi voqea hodisalar bilan kundalik xabarnomamizda tanishtiramiz. Prezident Donald Tramp Eronning AQSh tinchlik taklifiga bergan javobini tezkorlik bilan rad etdi. Bu 10 haftadan beri davom etayotgan mojaroning cho'zilishi va Hormuzning yopiq qolishi borasidagi xavotirlarni kuchaytirmoqda. AQSh muzokaralarni qayta boshlash umidida taklif kiritgandan bir necha kun o'tib, yakshanba kuni Eron o'z javobini e'lon qilgandi. Tehronning javobida urushni barcha frontlarda, ayniqsa Livanda tugatish, urush zararlari uchun tovon puli va Hormuz bo'g'ozi ustidan o'z suvereniteti ta'kidlangandi. Shuningdek, Eron AQShni dengiz blokadasini to'xtatishga, kelgusida hujum qilmaslikka kafolat berishga, sanksiyalarni bekor qilishga va Eron neftini sotishga qo'yilgan taqiqni olishga chaqirgan. Bir necha soat ichida Tramp batafsil to'xtalmasdan Eronning taklifini rad etganini yozdi. Bu menga yoqmayapti, mutlaqo qabul qilib bo'lmaydi degan Tramp o'zining ijtimoiy tarmog'ida. Isroil bosh vaziri Benyamin Netanyahu ham hali urush tugamaganini, Eronning boyitilgan urani diplomatik yo'l bilan yoki kuch ishlatib olib tashlanishi kerakligini aytdi. Eron prezidenti Mas'ud Pezeshkian esa Eron hech qachon dushman oldida bosh egmasligini va milliy manfaatlarini qat'iyat bilan himoya qilishini yozdi. Livan janubida esa to'qnashuvlar davom etmoqda. 9-may kuni Isroilning Livan bo'ylab yo'llagan zarbalari oqibatida kamida 39 kishi halok bo'ldi. Bunga javoban Hizbulloh Isroil shimoliga raketa va dronlarni uchirdi. Ko'rfaz davlatlari, Birlashgan Arab Amirliklari, Qatar va Kuvaytda dronlar bilan bog'liq bir necha holatlar qayd etildi. Boshi berk ko'cha haqidagi xabarlar ortidan dushanba kuni neft narxi bir barrel uchun $3 ga qimmatlashdi. Bu urush AQSh saylovchilari tomonidan qo'llovga ega emas. Bundan tashqari AQSh xalqaro miqyosda ham deyarli yordam ola olmayapti. Tramp chorshanba kuni Pekinga borishi kutilmoqda. Xitoy rahbari bilan uchrashuvda Eron masalasi ham muhokama qilinadi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin shanba kuni Ukraina urushi yakunlanishiga ishonishini aytdi. Menimcha masala yakuniga yetmoqda, dedi Putin jurnalistlarga. Shuningdek, u Yevropa uchun yangi xavfsizlik choralarini muhokama qilishga tayyorligini va muzokaralarda Germaniyaning sobiq kansleri Gerhard Schröderni afzal vositachi sifatida ko'rishini bildirdi. Kremlga ko'ra, AQSh prezidenti ma'muriyati vositachiligidagi tinchlik muzokaralari vaqtincha to'xtatilgan. Putin urush haqidagi qarashlarini bayon qila turib, bu borada yana G'arb yetakchilarini sharqqa qarab kengayishda aybladi. Putin shuningdek, Ukraina prezidenti Volodimir Zelenskiy bilan uchrashuv faqat mustahkam tinchlik shartnomasidan keyin bo'lishi mumkinligini aytdi. Bu bayonotlar G'alaba paradidan bir necha soat o'tib yangradi. Bu safar paradda Qizil maydon bo'ylab odatdagi qit'alararo ballistik raketalar, tanklar va raketa tizimlari o'tmadi. Buning o'rniga ulkan ekranlarda harbiy texnikalarning harakatdagi videosi namoyish qilindi. Bu urush yuz minglab odamlarning hayotiga zomin bo'ldi. Ukrainaning katta hududlarini vayronaga aylantirdi va Rossiyaning $3 trillion iqtisodiyotini zaiflashtirdi. Rossiyaning Yevropa bilan munosabatlari sovuq urush davridan beri eng yomon holatga kelib qolgan. Rossiya kuchlari hozirgacha Ukraina sharqidagi Donbass mintaqasini to'liq egallay olmadi. U yerda Kiyev kuchlari qal'a shaharlar mudofaa chizig'iga chekingan. Ammo Moskva hanuz Ukraina hududining qariyb 5dan 1 qismini nazorat qilmoqda. Britaniya bosh vaziri Keir Starmer mamlakat duch kelayotgan katta muammolarni hal qilish uchun yanada dadil choralar ko'rishga va'da bermoqda. Ayni vaqtda u o'z deputatlarini uni Leyboristlar partiyasi yetakchisi lavozimidan chetlatmaslikka ko'ndirish uchun kurash olib boryapti. Dushanba kuni bo'ladigan murojaat Starmer bosh vazirligidagi shu paytgacha bo'lgan eng muhim nutq bo'lishi mumkin. Chunki bu haftadagi saylov natijalari uning mavqeini har qachongidan ham zaiflashtirib qo'ydi. BBCning yozishicha, nutqning asosiy qismida Yevroittifoq bilan yaqinroq aloqalar o'rnatish orqali Britaniyani Yevropaning markaziga qaytarish maqsadi turadi. Bu qadam Starmer hukumati uchun hal qiluvchi ahamiyatga ega bo'lib, Britaniya iqtisodiyoti, savdosi va mudofaasini mustahkamlashi kutilmoqda. O'tgan haftada Starmerning Leyboristlar partiyasi Angliya bo'ylab o'tkazilgan mahalliy saylovlarda deyarli 1,5 ming maslahatchi o'rinlarini boy berdi. Leyboristlar Uels va Shotlandiyadan ham eng yomon natijalarni qayd etgan. Saylovlardagi jiddiy mag'lubiyatdan so'ng partiyadoshlari tomonidan Starmerni iste'foga chiqarish haqidagi chaqiriqlar kuchaygan. Uning ehtimoliy raqiblari partiya yashash darajasi pasayib ketgan saylovchilarning ishonchini qozonish uchun ko'proq harakat qilishi kerakligini aytmoqda.
9-may kuni Pokiston shimoli-g'arbidagi nazorat o'tkazish punktida yuz bergan avtomobil portlashi va pistirma hujum natijasida 15 nafar politsiya xodimi halok bo'ldi. Rasmiylarga ko'ra, Xaybar Paxtunxva provinsiyasida dastlab xudkush terrorchi minalashtirilgan mashinada politsiya qorovulxonasiga borib urilgan va portlatgan. So'ngra hujumchilar qo'shni binoga kirib, omon qolgan politsiya xodimlariga o't ochgan. Voqea joyiga yordamga borgan bo'linmalar esa pistirmadan o'qqa tutilgan. Voqea joyidagi tasvirlar nazorat o'tish punkti butunlay vayron bo'lganini ko'rsatmoqda. Vayronalar ostidan 3 nafar xodim tirik holda chiqarilgan va shifoxonaga yetkazilgan. Bannu politsiyasi katta mulozimi Sajjodxon ekstremistlarning qo'rqoqlarcha harakatiga toqat qilib bo'lmasligi va to'kilgan qonlar uchun javob berilishini aytdi. Hujum uchun mas'uliyatni Pokiston Toliboniga aloqador guruhlardan biri o'z zimmasiga oldi. Pokistonda so'nggi vaqtlarda turli qurolli guruhlar tomonidan uyushtiriladigan hujumlar tez-tez uchrab turibdi. Rasmiy Islomobod Afg'onistonni jangarilarga boshpana berishda ayblab kelmoqda. Buning ortidan Tolibon bilan to'qnashuvlar yuz bermoqda. Latviya mudofaa vaziri Andris Spruts mamlakat havo hududiga 2 dron kirib kelishi bilan bog'liq hodisadan so'ng iste'foga chiqdi. Spruts begona dronlar odamlar xavfsizligiga tahdid solmasligi kerakligini ta'kidlagan. Avvalroq Latviya bosh vaziri, mudofaa vaziri uning ishonchini yo'qotganini ma'lum qilib, iste'foni talab qilgandi. Hukumat rahbariga ko'ra, dronlar bilan bog'liq so'nggi hodisalar mamlakat armiyasi rahbariyati xavfsiz osmon haqidagi va'dalarning ustidan chiqa olmaganini ko'rsatmoqda. 7-mayga o'tar kechasi Latviya havo hududida Rossiya chegarasi tomonidan uchib kirgan 2 dron aniqlangan. Qurilmalardan biri Rezekne shahridagi neftni qayta ishlash zavodi hududiga qulagan. Taxminlarga ko'ra, bu dronlar Ukraina tomonidan Rossiyadagi nishonlarga qarata uchirilgan bo'lib, adashib boshqa tomonga o'tib ketgan. Avvalroq ham Rossiyadagi nishonlarga hujum qilayotgan Ukraina dronlari Finlyandiya va Boltiqbo'yi mamlakatlari havo hududini buzib o'tgan holatlar kuzatilgandi. Shundan keyin Estoniya Ukrainani dronlar ustidan yanada samaraliroq nazorat o'rnatishga chaqirgan. Bugunchalik bizda shu. Ko'rishguncha.